Men buni bilaman, aniq bilaman buni. Hamid Sodiqdan maslahat olib yo'l yurmaydi ulamolar. Qayerda o'tirish kerakligini ulardan o'rganamiz biz. Bu masalani bunga aloqasi yo'q deyapman. Yo'q deyapsiz. Mana shunda siz o'zingizga olyapsiz-ku. Ahli ilmsiz deyapsiz. O'zingizni ahli ilmman deysiz-ku deyapsiz. Men ahli ilmman demaganman deyapman. Tushuntira olmayapman sizga. Oxiri keyin Venesuelalar desam, siz shuni ushlab olyapsiz. Venesuela gap qochyapsan deyapsiz. Yo'q. Sizni qochganingizga misol keltirdim men. Biz o mavzuga o'tishimiz kerak edi. Dedim xolos. Hech tushunmasangiz qarab tushuntiramiz. Shunga qiynalib ketyapti odamlar. Uzr domla, siz uzoqlashtiryapsiz sizga gapingizni bo'lishga majbur bo'lib qolyapman-da. U endi o'sha suhbatni men Hamid Sodiqni misol keltirishimda agar o'zini o'zi Hamid Sodiq deb misol keltirmaganimda, uning uchun videoni uzoq tinglash kerak odamlar. Chunki men bekorga misol keltirmadim Hamid Sodiqni. Chunki siz ayollar deb misol keltirganingizdek Gulirona keldi oldingizga, men o'shani aytdim. Lekin siz seni aytmadim deyapsiz. Seni aytmadim, ayollar deb aytdim deyapsiz. Lekin men o'shani misol keltirdimki, Hamid Sodiq ham mana shu ahli ilm demadi. O'sha hammani aytdi. Lekin men o'shanga aytdim, misol keltirdim. O'xshamadida shu. O'xshamaganligini tan olmayapsiz. O'xshamaganligi o'sha hamma ahli ilmlarga aql o'rgatishga haqqi yo'q. Men shaxsan bitta odam aytmayapman mana. Bitta odam aytyapti Hamid Sodiq demayapman-da. Hamid Sodiqning ahli ilm, nomiki ahli ilm bo'lsa bo'ldi. Birortasiga aql o'rgatishga haqqi yo'q. Siyosatchimi? Siyosatni qilsin deyapman. O'xshamayapti o'sha termasiz. Men ham domlachilar siz o'zing. Endi sizga savol, siyosatchi o'zining ishining ustasi o'sha ahli ilmga kiradimi, yo'qmi? Demak, o'zini ham aytganman. Bir tomondan o'ylasangiz, men shunaqa sizga o'xshab o'qimagan, hech narsani bir bilaman deb hech birovga bir anaqa qila olmayman, o'zimnikini o'tkazishga harakat qilmayman. O'qimagan bir oddiy odam sifatida bir menimcha to'g'ri deb bilaman. Misol uchun oddiy odam mendan ham bir oddiy faqirlarni oldida men maqtanib, manaqa shashliklarni yeb bir ko'rib tursamki, ana faqirlar, bechoralar, qiynalganlar bitta non bilan suv ichib o'tirsa, non bilan shu suvga botirib nonni yeb o'tirsa, men ularning yoniga yo kelib, yonida bo'lmaganda ham men ularga go'shtlar oldimda manaqa kolalar taklab qo'yib, shunda bir qimmat suvlar, shashliklar yeyishdi, men o'zimga yeb bilmayman-da. Bu har qanday axloqli, madaniyatli odam o'ylaydigan fikrda bu o'ziga deb o'ylayman. O'zingizning o'qigan ilmingizdan kelib chiqib, zino qilishlik, ayollarni bunday ishlar qilishlik axloqan noto'g'ri deyapsiz. O'zingizning ilmiy o'qigan nimangizdan kelib chiqib aytyapsiz. Siz lekin aytmayapsizki, Hamid Sodiq ham o'zi siyosatshunos, u siyosatdan kelib chiqib aytayotgandir bu gaplarni deb. Siyosatdan kelib chiqib aytyapti, noto'g'ri deyapman buni. Siyosatdan to'g'ridir o'sha narsa. Siyosatdan kelib chiqib aytayotgan noto'g'ri deb aniq aytyapti. Siz qayerdan bilasiz bu noto'g'ri yo noto'g'ri emasligini? Dalil keltiring o'shanga. Sizning u odamlarga aytayapsiz-da, ikkiga bo'lib qo'yasiz odamlarni bir-biriga qarshi qilib. U subyektiv bo'ladi-da, obyektiv bo'lmaydi. Subyektiv desa gap yo'q. Subyektiv meni subyektiv deyapti, u aytayapti-ku, o'zi noto'g'ri, shu u ham aytayapti. Bu narsa noto'g'ri, buni demak qaraganda, tashqaridan qaraganda noto'g'ri. U har qanday odamga ham bu noto'g'ri deb bilinishi kerak o'zi. desa gap yo'q. Doim aytib kelganman. U nima deyapti Hamid Sodiq? Ahli ilmlarni maishat dasturxonida o'tirib xalqqa ko'rinishga haqqi yo'q deyapti. Haq taqsimot qilyapti. Yana bir savol domla sizga, shu aniq fikrga deylik, auditoriya uchun. Ahli ilm deganda hozirgi zamon ahli ilm degan so'zlar kimlarni tushunasiz? Ahli ilm ma'lumning qadriga ko'ra bilinadi. Ya'ni ahli ilmlar tabaqalarga bo'linadi. Misol uchun Qur'on ilmini biladigan, hadis ilmini biladigan, fiqh, aqida, mantiq bular. Undan tashqari ona tili adabiyot yaxshi biladigan filologlar bor. Undan tashqari doktorlar bor, fiziklar, ximiklar bor. Ilm shunaqangi daraja bo'linadi. Masalan, o'sha joyda Hamid Sodiq aytayotgani bu Qur'on va hadis ilmlari bilan imomlik qilib turgan ulamolar nazarda tutilganida o'shani shundan e'tiroz bildirdim. Ha, men ham o'shanga aytdim domla, chunki u yerda siyosat haqida gap ketayotgandi va bu siyosatshunoslar, men o'shanda o'ylagan odam tushunadiki, siyosatshunoslar haqida gapirildi. Misol uchun aytyapsiz, har bir sohani o'zining ahli ilmi bor, ya'ni o'sha ishining ustalari, ilmlilari ahli ilm deyiladi hozirgi zamonda. Misol uchun men shuni tushunishim bo'yicha duradgor ham, usta ham, avtomobil sozlovchi ham eng ustaning ustasi u ahli ilm o'zining sohasi bo'yicha deb tushunaman hozirgi zamonda. Hammasi bir xil emasda lekin. Yo'q, to'g'ri, siz hozir o'zingiz keltirdingiz-ku, filologiya misol uchun
hammasi bir xil emasda deyapti. Misol uchun men shunaqa tushunardim. Ahli ilm o'zining ishining ustasi, eng oliylari o'sha ahli ilm. Hamid Sodiq ham siyosatshunoslikning O'zbekistonda hozir tanilgan eng oliylari-ku, men shunday deb bilaman. Hamid Sodiq. Noto'g'rimi yo? Shunaqa-ku. Demak, u ham ahli ilm. O'zini ham o'zi taqiqlayapti shunday qilinishiga. Nimasi yomon buning? Men tushunmayman. Bu xoinlikmi bu endi? Adabiyotning eng misol uchun eng yaxshi ahli ilm darajasi bor. Bu bir narsadan bexabar, lekin qanaqasiz falsafiy qarash bor. Masalan, kuchli jamiyat, siyosat tomondan ham gaplashaylik bo'ldi. Mana shu mavzu. Ularga mavzuga nuqta qo'yamiz bo'ldi. Keyin gaplashamiz. Aynan shu mavzuda. Masalan, siz bilgan ma'lumotlar bilan men bilgan ma'lumotlar o'rtasi saviyasi teng kelsa, bir-birini tushunib keta olamiz. Davlatchilik haqida Hamid Sodiq ko'p jon kuydiradi. Kuchli davlat, baxtli davlat, saodatli davlat qurishimiz kerak. Bu hamma politologlarni, faylasuflarni o'rni kelsa, ahli ilmlarni ham tashvishi bo'lgan. Qanday jamiyat quramiz? Birovga qaram bo'lmaydigan, masalan, fozil insonlar shahri, fozil odamlar shahri. Kim masala? Farabiy masala. Farabiyning maqsadi o'sha fozil odamlar shahri degan asarda olimlar qanday bo'lish kerak, talabalar qanday, mirshablar hammasini tahlilini qilgan. Falsafa bu. Falsafiy qarash. Fozil odamlar shahri asarida Farabiy aytmaganki, ahli ilmlar maishat dasturxon ustida o'tirib jamiyatga ko'rinishga haqqi yo'q degan gapni gapirmagan. Nimaga? Unaqa status yo'q. Bu status qayerdan kelgan? Monteskiydan kelgan. Monteskiy buni kimga qarshi aytgan? Cherkovga qarshi aytgan. Cherkovning rohiblari butun dunyoga, butun olamga kambag'allikka sabr qilinglar deb da'vat qiladi-da, lekin o'zlari maishatda yuradi. Monteskiy ularga qarshi mana shu fikrni olg'a qo'ygan. Hamid Sodiq shunday olyapti-da, shunday tarjima qilib, cherkov o'rniga masjid, rohibning o'rniga imom deyapti. Bunga qarshi chiqyapman. Bu yerda nechta xato bor? Ya'ni birinchidan qiyos ma'al farq degan xato bor. Bir-biriga o'xshamagan narsani qiyos qilyapsizlar. Cherkov ahli maishat ustida o'tirgan bo'lsa, zulm bilan o'tiribdi. Ahli ilmlar maishat ustiga borayotgan bo'lsa, o'ta da'vatini qilyapti. Shaxsiy manfaati yo'q. Ahli ilmlarni Abu Hanifa nima deydi talabalarga? Sizlar ahli ilmsizlar, ammo sal torroq kiyim kiysa, sizlar yenginglarni kengroq qilib kiyinglar, sallanglarni sal kattaroq qilib bo'linglar, qimmatroq bo'lsin degan ma'noda. Nimaga desa, odamlar haybatlanib tursin ahli ilmdan degan. Chunki degan ahli ilmga xohlagan, gapini gapiraveradigan jamiyat paydo bo'lsa, ilmni haybati yo'qoladi. Hamma xohlaganini qilishni boshlaydi. O'shaning uchun ilgari bir ahli ilm ko'chadan o'tsa, hamma eshikning tagidagilar o'zini o'lmagan. Xonadonlar ovozini pasaytirgan. Kelinlar devor tagiga o'tib, ularni obro'sidan turish kerak deyapti. Biz huquqlarni parchalab olishimiz kerak. Lekin Monteskiyni biz ichimizga olib kirsak, haybatga tupurib qo'y deyapti Monteskiy. Aynan cherkovga qarshi yur deyapti. Ularni obro'sidan turish kerak deyapti. Biz huquqlarni parchalab olishimiz kerak. Chuqurlashib ketdi, ilmiy odamlarni nima qilib ketdi, qanday bo'lishini aytib ketdi. Haybatli bo'lish kerak. Haybatli bo'lish kerak bilan hashamatli dasturxonni oldida o'tirishlikning farqi, men farqini qanday tushunasizlar sizlarga qo'yib beray. O'shani kommentariyada bitta o'zing fikrlaringni bildirib ketinglarchi. Haybatli yurish, hurmatli bo'lib yurish bilan hashamatli dasturxonni o'rtasida farq bormi? Demakki, hashamatli dasturxonni atrofida o'tirmaganlar haybatli hisoblanmaydimi? Shunda yoki qanday ma'noda? Bu yerda ham bir-biriga menimcha bog'liqlik uncha mos emasda misol keltirishi. U yerda Hamid Sodiq hashamatli dasturxonni atrofida ko'rinishi deyilgan. Bu domla aytayapti, haybatli yurishi. To'g'ri, haybatli yurish kerak. U taraflama to'g'ri aytayapti, lekin hashamatli dasturxon atrofida o'tirishlikni qanday misol keltirish mumkin? Bunga bir-biriga to'g'ri kelmaydi menimcha. Bu meni fikrim, shaxsiy, subyektiv fikrim. Parchalab olishimiz kerak, hamma xalq nazorati bo'lishi kerak. Gap yo'q, oladigan narsalar ham bor buni. Lekin bu mavzusiz hozir olib kelganim uchun tahlilga kiryapman men. Bu mavzuga nima uchun men tayyorman deyapman. Chunki ularni noto'g'ri narsani, noto'g'ri joyda misol keltirganligini 100% bilaman men. Matnlarigacha qayerda yozilganigacha bilaman. Hizbiylar bilan bahs qilganimda, hizbiylardan bittasi aytayaptiki, davlatni qo'lga kiritish uchun inqilob bilan bo'lsa ham xilofat to'g'ri. Hizbiylar bilan qanaqa hizbiylar bilan bahs qilgansiz men bilmayman. Menimcha yani hizbiyga Hamid Sodiqni misol keltirish siyosatshunosda bilmadim, bu qanchalik to'g'ri keladi. Men o'zingizlar baho berasizlar, men bilmayman. Endi ular Qur'on sunnat deydi-yu. Men misol beryapman. Mana shu gap Qur'onda bormi? Yo, bilmayman deyapti. Hadisda bormi? Yo, bilmayman deyapti. Bu Leninning gapi bu. Lenin shu usul bilan kelgan. Sen Leninning gapini shariat deb ko'tarib yuribsan. Hamid Sodiq Monteskiyning gapini masjidda tatbiq qilmoqchi bo'lyapti. Bu haq. Endi o'rda men eshitganman u bo'lmagan. Taraqqiyotga qarshi bo'lmagan. mayli, men o'zim yana bo'ldim. Uzoqlashib ketyapmiz, vaqt kamroq sizga ham. Endi o'rda men eshitganman u ilmiy
Yana aytaman, men ilmiy bahs uchun, mana kommentariyachilar, sen ilmiy bahs qila olmaysan, sen saviyang yo'q. Men saviyam yuqori, ilmliman deb bahs uchun kelmaganman u yerga. O'sha saviyam yo'qligi uchun, o'sha men madaniyatsiz, axloqsiz, balkim endi sizlarning o'ylashlaringcha, sizlarning fikrlashlaringcha men shunaqa odamman-ku. Balkim o'shani men aniqlashtirmoqchi bo'lganman. Shundaqa odam bo'lganim uchun Abror Muxtor Aliyni odamlari, shogird tinglovchilari u odamni shunaqa hafizulloh nimadir deb aytadi-ku, shunaqa domla deb, ustoz deydi. Nahotki shunaqa ahli ilm deb aytgan odamlari nahotki shunaqa deb haqorat qilishligi mumkin bo'lsa, axloqan ham, madaniyat yuzasidan ham shu to'g'rimi degan savolni berish uchun kirganman o'zi aslida men. Balki men sizlar aytganchalik balkim axloqsizdirman, madaniyatsizdirman, nima borada bilmadim, lekin gapini bo'lganman, gapirganman. Chunki domla uzoqlashib ketayotgan har mavzuda aylantirishga harakat qilganda, chunki men shar'iy tarafdan savol berishga kirmaganman, o'sha o'zimga kerakli narsani olish uchun kirganman. U shar'iy yuzasidan bilmadim, siyosatshunosni. U ahli ilm deganni men tushunaman, o'zim tushuncham bo'yicha to'g'ri tushungan ekanman. Ahli ilmlar bu hamma kasbning o'zining ustalari. Men o'sha fikrimda qolaman hali ham. Buni Abror Muxtor Ali ham aytdi, lekin uning shogirdlari unaqa deb o'ylamaydi-ganda ko'pi. Aytadi, ahli ilmlar faqat Qur'onda mulla, mana shu imomlar shariat bilimidagi eng shu bilimlilarni ahli ilm deb o'ylashar ekan. Endi o'rda men eshitganman u nimasini, o'shanda ahli ilm deb misol keltirgan paytda hech qancha diniy masjid yo diniy narsalar aytilmagan. U mavzu o'zi demokratiya bo'yicha bo'lgan va siyosat haqida bo'lgan. Bu o'sha tushundim, o'rda o'sha suhbatda O'sha suhbatni olib keling deyapti. O'sha suhbatni men izlab topishim kerak endi. Bir 2 oy, 3 oy oldingi suhbat menimcha bu. O'shani olib kelishim kerak, topishim kerak ekan shu yerda gaplashib turgan paytim. Endi bu har qanday ahmoq odam, men o'sha ilmsizman, o'qimaganman. Men tushuntiribmanki, u yerda bir siyosatshunos bilan gaplashyapti yoki tahlilchi jurnalist bilan gaplashyapti. U yerda nima uchunki faqatgina din, o'sha islom dini haqida gapirilyapti deb tushunishimiz kerak. Nima uchun balkim siyosatni o'ylagandir deb tushunishimiz kerak emas. Masalan, Abror domla aytayapti-ku, men zino deb ishlatmadim, zino qilyapsan, sen qilyapsan, zino qilyapsan demadim. Men fahsh ishlar qilish noto'g'ri deb aytdim, deyapti-da. O'zi asl zino degan so'zni ham ishlatmadim, deyapti. Keyingisida aytayaptiki, o'zi fahsh, o'zi zino deyapti. Fahsh o'zi zinoga kiradi deyapti. Ana shunaqa aylantirish gaplar bo'lyapti-da, lekin nima uchun aytmayaptiki, ma'nosini o'sha yerda shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa degandir balkim deb qo'yilmayapti-da, uni xoyinga chiqarilyapti-da. Bu kim bu yerda xalqni ikkiga bo'lish istagida degan savol qiynaydi-da. Kim bo'lyapti bu yerda ko'proq? Odamda o'rganish kerak bo'lgan narsalar bor bu yerda, juda ham ko'p. Men o'ylashim bo'yicha. U mening shaxsiy fikrim bu. O'zimning subyektiv fikrim. O'shani o'zlaringizga ham berib ko'ringizlar va kommentariyaga yozingizlar. O'sha suhbatda olib keling, siz aytaylik. Xo'p, domla, hozir izlab topishim kerak. Siz keyin boya sizga ahli ilm deganda kimni tushunasiz hozirgi zamonda degan savolimga juda to'g'ri javob berdingiz va o'sha javoblaringizni sizni tinglovchi shogirdlaringiz to'g'ri tushunishini so'rab olgan bo'lardim. O'zingiz aytdingiz. Ular o'ylaydiki, ahli ilm deganda faqat shu islom dinining o'qigan ulamolari, o'sha imomlarni nazarda tutib gapiryapti. Yo'q, ular buni e'tiborga olib qo'yishni so'ragan bo'lardim. Siz ko'pchilikning maqsadi haqida xulosa qilib yuribsiz. Yo'q, men domla, men Hamid Sodiqdan hech qanaqa Ko'pchilikning maqsadi haqida xulosa qilib yuribsiz, deyapti. Demakki, ko'pchilikning maqsadi nima bu yerda? Men u yerda xulosa chiqarmadim hech qanaqa. Ko'pchilikning maqsadi nima ekan bu yerda? Ahli ilmni faqatgina o'sha islom bilimiga ega bo'lgan odamlarga burishlikmi? Maqsadi nima ekan? Yoki faqat islom bilimiga ega bo'lgan odamlar gapirilishi kerakmi? Qolganlar tushunmadim men qanaqa maqsad berdi, xulosa qila olmadim men hozir ham. Odamlar aytyapsiz, shunaqa xulosa qilyapsiz deb. Sodiqdan hech qanaqa nima
emas, nima deydi, men unga a'zo emasman, hech qanaqa guruh, mening guruhim yo'q. Yo'q, bu gap xolislikni mezoni emas. Azamatjon, o'tgan safar nima aytyapsiz? Bu gap xolislikni mezoni emas ekan. Men agar Hamid Sodiqni muxlis emasman, hech qanaqa hozir guruhiga ega emasman desam, u xolislikni mezoni emas ekan. Bo'lmaydi. Odam o'zini hujjat qilmaydi. Safsatada shunaqa gap bor. Safsata degan fan bor. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu Qaranglar, safsatada shunaqa gap bor deyapti. Safsata degan fan bor deyapti. Mana boshqadan qo'yib beraman. Azamatjon, o'tgan safar nima aytyapsiz? Bunaqa bo'lmaydi. Odam o'zini hujjat qilmaydi. Safsatada shunaqa gap bor. Safsata degan fan bor. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu Safsatada shunaqa gap bor deyapti. Safsata degan fan bor. Eshitganmisiz? Safsatada shunaqa gap bor, ya'ni o'zini o'zi xolis nima dedi? Adashib ketdim. Boshqadan qo'yay. Azamatjon, o'tgan safar nima aytyapsiz? Bunaqa bo'lmaydi. Odam o'zini hujjat qilmaydi. Safsatada shunaqa gap bor. O'zini hujjat qilmas ekan, safsatada shunaqa gap bor ekan. Va yana Safsata degan fan bor. safsata degan fan bor ekan. Odam o'zini hujjat qilmas ekan, safsatada shunaqa gap bor ekan, safsata degan fan bor ekan. Men keyin o'ylab qoldim. O'sha yerda menga tuyuldi. Safsata degan fanni men eshitmagandim hech desam. Keyin men savol bermoqchi bo'ldim. Shunaqa fan bormi rostdan ham deb. Chunki men eshitmagandim-da. Keyin aytdim, hozir dedim bu savolni bersam, meni yana saviyasizlikda ayblaydi dedim. Ha, agar bor shunaqa fan desam dedim, men ahmoqqa o'xshab qolaman hozir dedim-da, indamadim. Lekin berishim kerak bo'lgan ekan o'sha savolni. Men ikkilanganim, chunki men o'zim tushunmagan, bilmagan narsamni hech qachon gapirmayman-da, harakat qilaman. Bilmasam bilmayman deyman. Keyin ko'rdim safsatani. Hozir safsatani ham o'qib beraman, qanaqa fanligini. Hozir buni fan deb aytdingiz deb borsam ertaga, buni ham tan olmaydi. Yo'q, men fan deb aytmaganman dedi. Boshqa ma'noda aytganman. Majoziy ma'noda aytganman deydi. 100% aniqda. Xohlasanglar borib yana savol beraman, lekin endi bundan buyog'iga meni mikrofonimni ochmaydi. O'zini hujjat qilmaydi. Safsatada shunaqa gap bor. Safsata degan fan bor. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Men bu ko'p tahlilini aytdim. Safsatani bir bobida aytadiki, safsata Ko'p tahlilini aytdim deyapsiz. Значит, u safsata fan haqida, safsata fani haqida juda ko'p tahlilini aytgan ekan. Bilmadim, men eshitmaganman tahlillarini safsata fani haqida. Endi agar bo'lsa keltiringlar, как раз bilib olamiz. O'sha safsata degan gapga men hozir misol o'qib beraman. Safsata fani o'zi asli nimaligini, u fanmi yo'qmi, nima deyilgan u yerda, hozir men keltirib beraman. Tak. Safsata o'zbek tilida safsata so'zi ikki xil ma'noda ishlatiladi. Ilmiy, mantiqiy tushuncha va kundalik so'zlashuvdagi ma'no. Birinchisi, mantiq ilmidagi ma'nosi, ya'ni sofistika. Qaysi lotinchadami bu nomi bilmadim. Sofistika deyiladi qovuschida. Mantiq ilmida safsata bu fan emas deyapti. Ya'ni bu Abdul Muxtor Ali aytgandek fan emas ekan safsata. Men ham shunaqa deb o'ylardim, men ikkilandim berishga. Что meni yana ayblaydi bular. Meni shunaqa deydi, sharmanda qilmoqchi bo'ladi sirazi. Balki mantiqiy xato yoki ataylab qilingan chalg'ituvchi dalildir deyapti. Boshqatdan qaytaraman. Mantiq ilmida safsata bu fan emas, balki mantiqiy xato yoki ataylab qilingan chalg'ituvchi dalildir deyapti. Men endi bundan kelib chiqadi, agar shunday bo'lsa, bu yerda kim safsata qilayotganiga o'zingizlar kommentariyada yozib ketinglar. Mana safsata, mantiq ilmida safsata bu fan emas, balki mantiqiy xato yoki ataylab qilingan chalg'ituvchi dalil deyapti. Endi kim safsata qilayotganligini o'zingizlar yozinglar, tushungan bo'lsanglar. Ta'rif beradi ekan safsata. Bunga ta'rif: tashqi ko'rinishidan to'g'ri va mantiqiy ko'ringan,
lekin aslida noto'g'ri, yolg'on asosga qurilgan mulohaza. Ana misol keltir. O'zining gaplariga misol bilan ta'rif bersak, tashqi ko'rinishdan to'g'ri, mantiqiy ko'ringan, lekin aslida noto'g'ri, yolg'on asosga qurilgan mulohaza. Maqsad, endi maqsad, unga ta'rif berdik. Maqsad haqiqatni topish emas, balki bahsda har qanday yo'l bilan qavsida aldov o'yin orqali, so'z o'yini orqali qavsida keltirilgan. Aldov so'z o'yini orqali g'olib chiqish. Qaytaraman, maqsad haqiqatni topish emas, balki bahsda har qanday yo'l bilan aldov so'z o'yini orqali g'olib chiqish. O'rni, endi o'shani o'rni qayerda? Misol, islomda mantiq ilmida safsata 5 ta asosiy xulosadan bir sifatda o'rgatiladi. 5 ta safsata 5 ta asosiy xulosadan biri sifatida o'rgatiladi. Uni o'rganishdan maqsad safsatani qo'llash emas, balki boshqalarning aldoviga uchmaslik va xatoni farqlashdir. Kundalik, endi hozirgi o'zimiz tushunishimiz bo'yicha, safsata deb aytyapti-ku, kundalik tushunishimiz bo'yicha ma'nosi o'zbek tilining izohli lug'atiga ko'ra safsata so'zi quyidagi ma'nolarni anglatadi. Birinchisi, mantiqsiz, bema'ni gap. Endi meniki u yerda qaysi gapim mantiqsiz, savollarim mantiqsiz, bema'ni bo'lishi mumkin. Endi agar menikini oladigan bo'lsak, mantiqsiz, bema'ni gap. Ya'ni hech qanday asosga ega bo'lmagan quruq va asossiz mulohaza. Endi mening savollarimda qanaqa hech qanday asosga ega bo'lmagan quruq va asossiz narsalar bor? Mana savol berganimda. Mana kundalik tildagi ma'nosi bilan mantiqsiz, bema'ni gap. Ya'ni hech qanday asosga ega bo'lmagan quruq va asossiz mulohaza. Ikkinchisi puch gap degan ekan, validerasi degan ekan. Puch gap, ya'ni puch gapni bo'sh gap bor, puch gap deyiladi bizda. Shunchaki vaqt o'tkazish yoki odamlarni chalg'itish uchun aytiladigan yolg'on so'zlar. Shunchaki vaqt o'tkazish yoki odamlarni chalg'itish uchun aytiladigan yolg'on so'zlar. Demak, bu yerda kim odamlarni chalg'itishga urinyapti, kim yolg'on so'zlarni ko'proq ishlatyapti? Men u yerda yolg'on ishlatmaganman, men so'raganman. Men farqli o'laroq nabarot deyishga majburman, ruscha ishlatmay deyman, ishlatib yuboraman-da. Shu nabarot, men savol beryapman. Shu gapni siz yolg'on deb aytdingiz-ku. Shu gapni siz aytdingiz, nega yolg'on gapiryapsiz? U yoqda boshqacha, bu yoqda boshqacha bo'lib qolyapti-ku deb men savol kirityapman, da'vo qilib. Men u yerda safsata hech qanaqa vaqt o'tkazish uchun, odamlar chalg'itish uchun men yolg'on so'z ishlatganim yo'q o'rda. Safsata va fan o'rtasidagi farq. Fan dalillarga, tajribaga va haqiqatga tayanadi. Safsata so'z o'yinlariga, hissiyotlarga va mantiqiy xatolarga tayanadi. Safsata so'z o'yinlariga, hissiyotlarga va mantiqiy xatolarga tayanadi. Yana qaytaraman. Safsata so'z o'yinlariga, hissiyotlarga va mantiqiy xatolarga tayanadi. Xulosa ekanki, safsata fan emas. Aksincha, u fanga va haqiqatga zid bo'lgan odamlarni chalg'ituvchi noto'g'ri fikrlash usulidir. Safsata значит fan emas ekan, aksincha fanga va haqiqatga zid bo'lgan odamlarni chalg'ituvchi noto'g'ri fikrlash usuli ekan. Bugungi kunda bu tushuncha ko'proq kritik fikrlash, tanqidiy fikrlash darslarda manba sifatida o'rganiladi. Ya'ni qanday qilib noto'g'ri fikrlamaslik kerak degan maqsadda o'rgatilar ekan.
Demakki, xulosa safsata bu fan emas ekan. Mana bunga bitta javob bo'ldi. Endi darshni davom etamiz. desa o'zini hujjat qilishga misol bo'ladi deydi. Men unday emasman, men xolisman, meni bilishimcha men o'qidim-ku, men ko'rganman-ku deydi, lekin xulosa yasaydi. Biz aytamizki, sen kimsan deymiz. Sen butun xalqqa o'rnak bo'la olasanmi? Yo'q. Siz bilan gaplashdik, qancha joyda chalkash qo'yapsiz. Chalkashganingiz tamom yo'q. Buni ba'zi odamlar to'g'ri tashxis qo'yapti. Sizga to'g'ri narsani aytilsa, jumladan kirqidirishga harakat qilyapsiz. Qabul qilishga nimagadir sizga nimadir yo'l bermayapti. Ichingizda nimadir itarib turibsiz. Baribir xatoda bo'lar lekin. Baribir men to'g'riman degan qanaqadir shahvoniy narsangiz bor. Jumladan kir qidirishga harakat qilyapsiz deyapti. Jumladan kir qidirishga emas, o'shani ma'nosini tushunish kerak-ku. Agar siz bir da'vo qilyapsiz, buni deyapti tuhmat qilgan o'zi aslida o'zi tuhmat qilgan deyapsiz. Va fahsh, bunaqangi fahsh zino deyapsiz. Endi u yerda bir men o'zimni xolisligimni aytishim yo bilishim, xolislik tushunishim uchun kimnidir ichimda hattoki tuhmat qilib gunohkorga botib qolmaslik uchun va u gunohkor ekan deb qo'ymaslik uchun tushunib olishim kerak-ku, siz qay ma'noda aytdingiz u jumlani. Siz har doim jumlani noto'g'ri tushunding, men jumlani bunday qilding. O'sha jumlani ma'nosi nimaligini bilib olish kerak-ku. Baribir men to'g'riman degan qanaqadir shahvoniy narsangiz bor. Unaqa bo'lmaydi. Yo'q, domla sizni mana to'g'ri gaplaringizni men ta'kidlayapman, to'g'ri deyapman. Sizga yoqqani uchun. Lekin Sizga to'g'ri gaplaringizni men ta'kidlayapman, to'g'ri deb desam, sizga yoqqani uchun deyapti. Menga yoqsa to'g'ri ekan. Demakki, Abror Muxtor Alining shogirdlari o'sha men aytgan o'sha radikal fikrlaydigan, yana o'sha gapimni aytaman, radikal fikrlovchi odamlar domlaning hamma gapi ularga yoqadi, o'shaning uchun domlaning gapini hammasini to'g'ri deydi. Bu qanchalik to'g'ri bilmayman. U Hezalak degan gapi ham ularga yoqadi demak. Dalboyob degan gapi ham yoqadi demak. Yana qaysi gaplar? Juda ko'p shu haqoratli gaplari ham yoqar ekanda, o'shani to'g'ri der ekanda ular. O'sha onni tibbiyotni nazarda tutmayapman o'zi. Bu yerdagi Hamis Sodiq gapirgan gap ahli ilm deganda imomlar nazarda tutyapti. O'sha videoni boshidan oxirigacha ko'ring qaytadi. Men aniq bilaman, ko'rgandan keyin deb ketaverasiz, mavzuni eshitib. Aynan ahli ilm deganda ulamolarni aytyapti. ha, men aytdim, eshitadiganlar bemalol ko'rib olishi mumkin. Men hozir izlasam uzoq suhbat bo'lib ketadi. Yana bitta savolim sizga, hozirgi mana o'sha siyosatda feminizm degan bor, fan bor. Siz feminizm deganda asosan nimani tushunasiz? Xo'p, feminizm Fransiya inqilobidan keyin ayollarga nisbatan saylov huquqi bo'lmagan, saylov huquqini talab qilib chiqishgan, o'shandan boshlangan jarayon. Inson huquqlari Yevropada bir tiyinga qimmat edi, ayollarning huquqi yo'q edi. Ularga feminizm kerak edi. Chiqishdi ular shunaqa qilib. Ta'sirlangan g'oyalari tagini surishtirsangiz, o'sha Andalusiyadagi inson huquqlari g'oyalardan kelib chiqqan o'zi. Masalan, islomda saylov masalasi, payg'ambardek zotga, davlat rahbari bo'lgan payg'ambar alayhissalom. Ummu Salama onamiz maslahat berganlar, mana ish qilsangiz to'g'ri bo'ladi deb. O'sha maslahatni qilganlar ummat halokatdan saqlanib qolgan. Ayollar haqida Niso sura bor, nom, rijol degan sura yo'q. Ayollar walaysa zakaru kal unsa degan oyat bor. Walaysa zakaru kal unsa degan. Tashbih mushabbah bi mushabbahdan bari bo'ladigan qoida bor. Erkak ayoldek emas. Walaysa zakar kal unsa deyapti. Bu Qur'on, sunnatda ko'rsangiz, hech ham ehtiyojimiz yo'q bizning feminizmga. Bizda gender tengligi masalasi bor. Qur'on nimani ko'rsak bizda ehtiyojimiz yo'q deyapti. Mana shunda-da savol. Biz hozir o'sha 5-6 asrda yashamayapmizki. Biz hozir boshqa asrda yashayapmiz. Biz dunyoviy va konstitutsiyaviy davlatda yashayapmiz. Bizga hozir davlatimizga, jamiyatimizga, yashash tarzimizga, mana o'zimizni tutish, odob, axloq yuzasidan islom bizga to'g'ri, Qur'on bizga yuzimizga oyna bo'lishi mumkin. Ha, mana to'g'ri bo'lishi mumkin. To'g'ri bu ham aslida. Lekin jamiyatda boshqa narsalar bor-ku, mana boshqa narsalar ham bor jamiyatda. Qonun, qoida bor hozir. Lekin hozirgi qonun, qoidalar o'sha vaqtdagi qonun, qoidalarga mos kelmaydi-ku, buni moslashtirish iloji yo'q-ku hozir. O'sha nimada men tushuntira olmayapman. Feminizm tengligi masalasi bor. Shu huquqlar biroz oyoq ostida bo'lganligi uchun gender tengligiga targ'ibot ketyapti, gap yo'q. Lekin feminizm Yevropadan kelayotgan. O'sha cherkovga qarshi oyoqlangan. Feminizm bu xavfli jarayon. Men ularni radikal ayol partiyasi deyman. Radikallar, radikalizm. Uning natijasida buni ko'ryapmiz. Erkaklar dod deb yuribdi. Hatto ayollar o'zi ham. Bizda targ'ib qilinayotgan o'sha
radikalizm deb ayollarni o'sha aytdi. Qaysi ma'noda radikal dedi, qaysi ma'noda radikalizm dedi. Ular bu yerda ham tushunarsiz. Men radikal fikrlaydigan odamlar desam jahllari chiqib qanaqadir videolar qilyapti, gapiryapti hozir. Radikal fikrlovchilar deganda. Hozir endi bu ayollarni ham radikalizm deyapti. O'sha feminizm g'oyasini aytgani uchun radikalizm deyapti. Demak, ikki xil hozir bu yerda yana ikki xil bo'lib qolyapti. Mening gapim tasdiqlamayapti, faqat o'zlaringizini ma'qul qilmoqchi. Parda podkastini olib borayotgan qizlar maxsus bizni diyorlarda feminizmni tarqatish uchun vazifalangan odamlar. Men bu gapga javob beraman. Menga agar ustimdan yozsa, javobgar qilishsa ham roziman. Nimaga? Chunki men xalqni ogohlantirishim kerak. Mabodo qonun asosida meni javobgar qilishsa ham, to'satdan dunyodan o'tib qolsam ham, meni e'tiqodim shu birodarlar. Bizdagi Parda podkasti va uning atrofidagilar bizni tabiatimizga qarshi feminizm g'oyalarini targ'ib qilayotgan radikal tushuncha. Bu videolarni ko'rib olishlaringiz mumkin. Men bunga rosa nima qilsam cho'zilib ketadi hozir video yana, zerikib qoladi odamlar. Saylovdagi huquqlari, jins erkinligi va boshqa yuvosh qilib olib kelib, mana o'sha ta'limda, ishlashda, saylash, mukoyga qilishdagi huquqlar teng bo'lishini himoya qilish. Birinchi tamoyil. Domla mana shu tinglovchilaringizga savol berganda, xo'p, feminizm yomon narsa ekan, domla aytgan gapi ham to'g'ri. Domlani aytgan yo'qsa, albatta yomon taraf bor. Men o'tganda bir sizga domla mana shu tinglovchilaringizga savol berganda, xo'p, feminizm yomon narsa ekan, domla aytgan gapi ham to'g'ri. Domlani aytgan gapida ham jon bor. Lekin biz O'zbekistonimiz rivojlanishi uchun o'sha feminizmni olib kelib faqat bizga foydali tomonini olsak bo'lmaydimi deb savol berdim. Yo'q, feminizm ham har taraflama ziyon dedi. Endi men o'sha savol berdim, sizga ham o'sha savol, feminizmning mayli ziyon ekan, yomon ekan. O'sha yomon tarafidan foydalanmasdan yaxshi taraflarini olsak, foydalansak, demokratiya bo'yicha rivojlanish yo'lida foydalansak bo'ladimi, yo'q? Qaysi tomoni yaxshi? Yaxshi tomonini ko'rsating. Endi bu yaxshi tarafi mana shu teng huquqli zo'ravonlikka qarshi kurashishlari, hech narsa uchramaslik. Bu yerda erkak tadbiq uchrab ketib qoladi-yu. Mezon ishonmay qolasiz. Agar ayollarning zo'ravonligiga qarshi, ayollar zo'ravonligiga qarshi kurashishlik teng huquqli bo'lgani nimasi yaxshi ekan? Bu yerda agar shunday bo'lsa, erkak kishi ta'zyiqqa uchrab qolar ekan. Buni qaysi erkak kishi shunaqa deb aqli normalniy o'ziga ishongan erkak unaqa deb undan qo'rqish kerak? Nima uchun undan qo'rqish kerak? Agar u erkak kishi bo'lsa, u ayol hech qachon erkakni majburlab urib tepib, "Bo'ldi, men tug'mayman, sen o'zing tug'asan" deya olmaydi. Bu narsa hech qachon iloji yo'q o'zgartirishda. Bu narsani. Erkak ham bo'ldi, bilmasam, sen bundan bu yog'i sen erkak bo'lasan, men uyda yotib, bolalar qarab, ovqat qilib yotaman, sen ishlab pul topib kelasan deb. Agar misol keltirsak-da buni, bu narsani hech qanaqa yo'l bilan Yevropada ham yo'q bo'lsa kerak bunaqa narsalar. Endi bilmadim men. Yo'q, misol uchun Afg'oniston islomiy davlatlarga qarasangiz, ayollar o'qishlar mana hozir mavzuni qadam-qadam ketsak, feminizmni nimasi foyda desam, teng huquqli deyapsiz. Teng huquqli ayollarga ham zarar, erkaklarga ham zarar. Mazor-i Sharifda imom bo'lgan bizga shu davlatlarga qarasangiz, ayollar huquqlarini cheklab qo'ydi, gapirishlarini cheklab qo'ydi. Afg'onistonda ayollar huquqlarini cheklab qo'yganini aytsam, yo'q deyapti. Ko'chada ovoz chiqardi. Bekor aytibsiz dedimi? Zo'ravonlikka qarshi kurashishlari, hech narsa yo'q. Bu yerda erkak tadbiq uchrab ketib qoladi-yu. Mezon ishonmay qolasiz. Yo'q, misol uchun Afg'oniston islomiy davlatlarga qarasangiz, ayollar huquqlarini cheklab qo'ydi, gapirishlarini cheklab qo'ydi, hatto ko'chada ovoz chiqardi. Bekor aytibsiz. Bekor aytibsiz deyapti. Ayollarni Afg'onistonda ayollarni huquqlarini cheklab qo'yilgani ko'p. Misol uchun hatto qattiq kulishlarni ham cheklab qo'ydi. Umuman qonun doirasida qilib qo'ydi buni cheklash. Bekor aytibsiz deyapti. Afg'onistondan imom bo'lgan, Mazor-i Sharifda imom bo'lgan bir yaxshi ahli ilm odam bor, chunki suhbat qiladi. Bir so'rab ko'rasiz. Afg'onistonda ayollarning huquqlari cheklanganmi? Balki men adashgan bo'lishi mumkin, lekin men yangiliklardan ko'rganimda ayollar chiqib o'zlari ko'chaga chiqib ham e'tirozlarni bildirgan. Yaqinda shunaqa ham bo'ldi, adashmasam. Ular huquqlari poymol bo'layotganmi? Bilishganlarga ishonmaymiz xolos. Afg'onistonda ayollarning madrasasi bor, maktabi bor, Afg'onistonda ayollarning huquqlari bor. Bu yerda men nimaga so'radim? Mana hozir mavzuni qadam-qadam ketsak, mana nimaga desa, chunki teng bo'lolmaydi, ikki xil jins bu. Qadriyatlarimiz shunga Teng bo'lolmaydi, ikki xil jins. U hammaga ayon, ikki xil jins teng bo'lolmaydi. Boya aytgan gapim yana. Qanday qilib qo'rqish kerak bu yerda erkak kishi ta'zyiqqa uchrab qoladi deb. Nima uchun bu? Qanday ma'lumot beryapsiz, domla? Men endi bu shaxsiy fikrim o'zimning. Men uchun miyamga aqlimga sig'dira olmayman. Endi hozir shunaqa desam kommentariyada keladi, o'sha
domlaning tarafdorlari keladi, sen aqling yo'q, qanday sig'dirasan, senda miya yo'q deydi. Tushunarli bu. Mayli, o'sha miyasi yo'qlarga miyam yo'q, действительно shunaqa. Qanday qilib tazyiqqa uchrab qolishi mumkin endi? Ikki jinsligi ma'lum, ikkalasi ikkita jinsligi. Bu ham Yevropada ham u anaqa umuman hech qanaqa qonunlari yo'q, bir hech qanaqa qabilalarda yashab, shu o'rmonlarda yashaydiganlarda ham ma'lum-da bu işte ikki jinsligi ma'lum bu narsa. Hech qayerda, misol uchun Yevropaning hech qaysi davlatida aytmasa kerakki, sen ayol kishisan, bu erkak kishisan, shu vaqtgacha ayol kishi erkakka qarab aytmasa kerak, shu vaqtgacha biz tug'ib keldik, qonunlar ishlamar edi, bir xil emas edik. Endi bundan buyoqqa sen tug'asan, bo'ldi, hammamiz bir xilmiz demasa kerak endi. Bu narsa endi qandaydir boshqacharoqda men tushunchim bo'yicha. Tatbiq qilgan qadriyatlarimiz shunga bo'ysunadi. Bu yerda siz jamiyatga uni ta'sirini, natijasini tasavvur qila olmayapsiz, chunki falsafalardan bexabarsiz. Islom Falsafadan bexabar. Ayb emas. Ayb emas. Bexabarligingiz ayb emas, lekin xabardorman deb mana shu foyda deb talqin qilishingiz ayb bo'ladi. Misol uchun oddiy. Men foyda demadim, men aytdimki, yana aytaman qaytarib, o'sha feminizmda, misol uchun feminizm bo'lgandan keyin Yevropada rivojlanib ketgan, hammamiz Yevropaga borib ishlayapmiz, Yevropaga yuguryapmiz, Yevropa bizga havas qiladi davlatlarimizda, endi o'sha rivojlangani uchun kuchli davlatlar Yevropada hammasi ham. Yashash sharoiti yaxshi, zo'r. Shuning uchun biz u yoqqa borib ishlayapmiz. O'shalarni pulni olib kelib O'zbekistonga iqtisodiyoti rivojlanishi uchun ishlatyapmiz. Bunday olib qaraganda-da, agar biz ham shunaqa qilsak, tasavvur qilib o'zimizga kerakli tarafini olsak, qonunlar ishlashiga yo'l qo'ysak, yaxshi ishlasa qonunlar, mana shunaqa bir sharmandalik holatlar bo'lmasa, ichki ishlar tomonidan yo'l qo'yilgan, inson huquqlari himoya qilinib, har qanday O'zbekiston fuqarosi himoya qilinsa, hurmat qilinsa, boshqa davlatlarda O'zbekiston fuqarosi, men o'zbekman desa, uyalmasa, qo'rqmasa, o'shani orzu qilaman men. Bu yerda boshqa narsa menda nima yo'q, siz u foyda deb yomon tarafini men hech qachon ta'rif qilganim yo'q. Ayollar teng huquq, ayol bilan erkak teng huquqli bo'lsa, teng mas'uliyatli bo'lib qoladi ikkalasi ham. Teng mas'uliyatli ayolga alohida, erkakka alohida. Kerak biz o'sha mavzu eshitib olsangiz o'zlaringiz. Yo'q, uncha to'xtalmaylik. Men buni O'zbekiston fuqarosi sifatida qadriyatlarimiz erga ayol itoat qilishlikni buyuradi. Yo'q, kim chiqargan arab fikri? SSR propagandasi chiqargan. Yo'q. Akasi hamiyatga chidamasan, so'yib tashlagan singlisini. Endi ko'chaga million odamni ko'chaga olib chiqib. Mana shu yerda yomon gap bo'lgan. Ayollarni kim chiqarganini tashqariga. Yo'q, kim chiqargan arab fikri? SSR propagandasi chiqargan. Shunaqa o'yladim, balki adashimmi deb. O'zbekistonda taxminan deylik 16 million aholi bo'lsa, misol uchun endi 8 million erkak. 8 million erkak paxta ekyapti, dalada mehnat qilyapti, eng og'ir ishni qilishyapti. Ta'lim nol. Maktablar yopilgan, hamma yo'q dabdala qilingan, madrasalar molxonaga aylantirilgan, masjidlar dabdala chiqqan. 8 million odamni ko'chaga olib chiqishib ishlatishyapti. Keyin aytishganki, to'xtanglar degan, 8 million bularning ichkarida ayollar bor degan. Ularni olib chiqish kerak degan. Ular mehnat qilsin degan. Propaganda, hijob paranji tashlash, mitinglar o'tkazilgan, josuslar kirib ishlarni qilishgan, birinchi paranji tashlagan oti bilasizmi kimligini? Yodimdan chiqdi. Nurxon degan qiz bo'lgan. Nurxon nima bo'lgan keyin bilasizmi? Yo'q. Akasi hamiyatga chidamasan, so'yib tashlagan singlisini. Chidamagan. So'yib tashlagan deyapti, akasi hamiyatga chidamagan. Men bu ana shu gapi uncha esimga kelmabdi, ammo bu borada ham izlab ko'raman. Qanchalik to'g'ri? Biz e'tiqodimizga, bizning ahamiyatimizga o'ylagan bu ateistlar. Tahlillar. O'shalarning propagandasi bugun davom etyapti endi. Aytgan narsalaridan chandoni bizda bor deyapman. Olsa bo'ladimi deyapsiz-ku? Kerak emas deyapman. Bu qanchalik to'g'riligini bilmadim, lekin o'sha teng huquqlik deganda bir nechta tamoyilni o'qisangiz aytib yo'q, lekin siz aytayotgan bilib ko'rsangiz feminizmni izlashtirib ko'rsanglar, feminizmning ma'nosini bu yerda faqat hech qanaqa yomon ma'no yozilmagan ekan. Feminizmning o'zining tamoyili bor ekan, 4 ta tamoyili bor. O'sha yerda hech qanaqa bir yomon narsa aytilmagan. Endi domla o'shalarni shunaqa deb tushunib olganda, bu endi domlaning shaxsiy fikri bo'lishi kerak o'zi. Bo'lsa bo'ldi, tamom. Ajrasholmaydi, hech qachon ajrasholmaydi. Topgan hamma pulini xotin olib qo'yadi. Yevropada uylansa, Koreya qayerda aytdi? Koreya dedim. Qo'ydi. Oila
qursa masalan Koreyada, oila qursa Koreyada oila qursa bo'ldi tamom ekan. Ayol hamma pulni olib qo'yar ekan. ajrasholmaydi, hech qachon ajrasholmaydi, topgan hamma pulini xotin olib qo'yadi. Bu hamma narsani xarajat qiladi, xotinga bo'ysunadi. Turkiyada boring, xotin gegemon, oila dabdala. Bu tatbiq qilingan. Fransiyaga boring, ayollarning huquqini ko'rasiz. Ayollarning huquqini ko'paytirib o'rganligining natijasida erkaklar zulm ko'ryapti. Ha, bizda bor bu narsalar. Siz aytayotgan narsalarning hammasi yuqorida sanadi bu. Kerak emas deyapman. Bizni qadriyatimizga tegishyapti. Biz bor narsa Rossiyada ham bormi yo'qmi? Rossiyada ham bor. Rossiyada shunaqa desak ham bo'ladi o'zi menimcha. Bor narsa Rossiyada ham bormi yo'qmi? Ha, Bizda yani. bor. Bu narsani yana kelib turib feminizmga odamlar. O'sha siz aytgan Fransiya, Turkiyalarda bor narsa Rossiyada ham bormi yo'qmi? Rossiyada ham bor. Rossiyada shunaqa desak ham bo'ladi o'zi menimcha. Nima desam, o'sha men Moskvada 15 yildan beri ashta yashayman. Bor, u narsalarni ham hojati yo'q. Hamma joyda bor. Bizga tegmasin deyapman. Lekin bizda ehtiyoj yo'q. o'sha men 15 yildan beri ko'rib nechta do'stlarim bor. Birortasining ayoli to'g'ri huquqi joyida, lekin hech qaysi biri erkagiga sen bilmasam, u ko'rmaganman men o'sha siz aytgan misolni men hech qayerda ko'rmaganman. Siz safsata qilyapsiz. Siz kimsiz? Safsata demayapman hali. Siz keltirgan misolni ko'rmadim deyapman. Siz safsata qilyapsiz. Siz misol bo'la olmaysiz deyapman. Menimcha taxminan Qarang. Men aytyapman, 15 yildan beri siz aytgan narsalar shu Fransiyada, Koreyada, Turkiyada bor narsalar Rossiyada ham bormi deb savol beryapman. Ha, bor deyapti. U yerda ham shunaqa deyapti. Xo'pti, siz aytgan narsalar bu yerda ham shunaqa bo'lsa, bor, to'g'ri deyapman. Men 15 yildan beri yashab ko'rib turgan narsamni aytyapman. Ko'rayotgan narsamni aytsam. Aytyaptiki, safsata deyapsiz, deyapti menga. Men aytyapman, men safsata demayapman, men ko'rmadim shuncha yo'l yurib deyapman desam, u sizni safsatangiz deyapti. menimcha taxminan siz bilan gaplashganda Ya kayfiyat ko'tariladi borku shunaqa gaplar. aytdim, birortasidan past chiqaryapsiz. Siz hech qachon suhbatda men ko'rdim, demak yo'q. Men ko'rdim, demak yo'q degan jumlani hech qachon ishlatmang. Bu safsata bu. Yo'q, men ko'rdim demak yo'q deganim yo'q. Men savol berdim. Moskvada men ko'rmadim, yo'q-ku deb savol beryapman. O'sha narsalar yo'q-ku, nima sababdan deb. O'rganib ishonmaslik kerak sizning aytishingiz bo'yicha shunday. Yana safsata qilyapsiz. Qarang, Ko'rdim, ko'rganlarimda hech qachon ishlatmang. Bu safsata bu. odam ko'rganlariga ishonmasligi kerakmi degan savol beryapman. Bu O'rganib ishonmaslik kerak sizning aytishingiz bo'yicha shunday. yana safsata qilyapsiz. Ishonavering. Lekin Yana safsata qilyapsiz. Demak yo'q deb Yana safsata qilyapsiz deydi. ularni ham xulosaga majburlash haqqingiz yo'q. Ko'ravering siz. Ularni ham xulosaga majburlashga haqqingiz yo'q deyapti. Kimni aytyapti? Tushunmadim. Yana safsata qilyapsiz. Ishonavering. Lekin odamlarga men ko'rdim demak yo'q deb Ha, ularni ham odamlarga men ko'rdim demak yo'q deb safsata qilyapsiz. Xulosa qilishga majburlayapsiz deyapti. Unda hozir kim majburlayapti bir xulosa qilishga? Sizmi, menmi? O'z savolda. Ular noto'g'ri feminizm bunaqa qilgan, feminizm bunaqa, Yevropada bunaqa deb siz ko'rmagan narsangizni aytib, yashab ko'rib bilmagan narsangizni aytyapsiz-da. Ularni shunaqa bo'lgan deyapsiz. Hali men unaqa bo'lgan demayapman. Shu siz aytayotgan narsalarni men ko'rmadim. Nimaga unday deb savol beryapman. Lekin siz deyapsiz, safsata qilyapsiz. Sizni majburlashga haqqingiz yo'q deyapsiz. Kimsiz deb. men ko'rdim demak yo'q deb ularni ham xulosaga majburlashga haqqingiz yo'q. Ko'ravering siz. Men majburlagan. Narsani ko'rib yashaymiz shungacha. Lekin sizni gapingiz hujjat bo'lmaydi butun O'zimning fikrimni bildirishga haqqim bor-ku, ko'rgan narsamni aytishga. ustidan. To'g'ri. Shuncha aytyapman. Siz bilan suhbatlashishlikda foyda yo'qligini sababini keltiryapman. Sizda dogmatik. Mana endi Shuncha aytyapman. Siz bilan suhbatlashishlikda foyda yo'qligini sababini keltiryapman. Sizda dogmatiklik bor. men bilan suhbat keltirishlikning sababi yo'qligini dedimi? Nima dedi? Siz o'zingizda Gaplarim chalkashib olib. siz bilan suhbatlashishlikda foyda yo'qligini sababini keltiryapman. Ha, foyda yo'qligini sababini keltiryapti ekan hozir. Men shunaqa ko'ndalang savollarni menga o'xshagan odamlar kelib savol bersa, ulardan suhbatlashish foydasi yo'qligi ma'lum bo'lib qolar ekan domla uchun. Hamma uchun ham shunaqa ekan. Men hech qanaqa xulosa bo'lib ularga misol bo'la olmayman ekan va mening ko'rganlarim hammasi yolg'on bo'lishi mumkin ekan, lekin domla ko'rmay turib aytganlari to'g'ri bo'lishi mumkin ekan. Kitob o'qish kerak ekan yigitlar, og'aynilar, yurtdoshlar. Dogmatiklik bor. Sizni o'zingizda ya'ni albatta qarshi taraf xato degan ichingizda qanaqadir shahvat bor. Qanaqadir bir Men qarshi taraf xato demayapman. Xolis odam bo'lib o'rtada turib savol beryapman men. Qana men qarshiligim yo'q. Sizniki xato odamlar yo'q, bo'lmagan gap deganim yo'q. Men misol keltirib, ko'rganimdan bilganimdan misol keltirib savol beryapman. Nega men ko'rganlarimda unaqa emas unda? Meni ham shu ko'rmayotganligimga sabab bordir balkim siz aytgan narsalarni deb savol beryapman. Meni domla o'sha
nima dogma nima deydi, qanaqadir kasallikda ayblab tashladimi? Yashirin shahvat bor. Yashirin shahvat. Qanaqa ya'ni albatta qarshi taraf xato degan ichingizda qanaqadir shahvat bor, qanaqadir bir nafsoniy yashirin shahvat bor. O'shani yengib ketolmayapsiz. Hamma bitta ko'rib Yo'q, domla, e'tiroz qilishga majburman, domla. Siz taklif qilayotgan narsani hammasi bor deyapman. Men feminizmga qarshi deganimda Parda podkastidagi qizlarni chiqib olib jinsiy erkinlik degan narsani targ'ibotini qilishdi ular. Biz nimaga kelin bo'lishimiz kerak? Nimaga bokira bo'lishimiz kerak? Bokiralik yo'q. Bunga urg'u bering. endi u yerda именно biz nimaga kelin bo'lishimiz kerak, nimaga bokira bo'lishimiz kerak degan gapni ishlatmadi shekilli ular. Aynan biz kelin bo'lmaymiz, biz bunga qarshimiz deb o'zbek qizi, o'zbek mentaliteti necha asrlardan beri bor bu mentalitet. Bu yo'qolmaydi. Adekvat o'ylaydiganlar adekvat o'ylaydi. Tarbiyaga bog'liq bu narsa. Har qanday o'zbek qizi men o'ylaymanki, kelin bo'lishni juda ham orzu qiladi. Hech qaysi u yerdagilar ikkita qizning fikri bilan butun jamiyat o'zgarib qolmaydi. Chunki men ham u fikrlarga qo'shilmayman agar ular rostlab shunaqa degan bo'lsa, lekin men u yerda bilishimcha unaqa demagan, men kelin bo'lishga qarshiman degan gapni qarshimiz, qizlar shunga qarshi deb aytmagan. Men uni eshitmaganman. Balki bu mening xatoyimdir. Shularni oldiga boryapti Hamis Sodiq. Ularga aytyapti, sizlar kuchsizlar deyapti. Sizlar mahkam bo'lishingiz kerak, xalq sizlarni eshitmay qo'yishligini oldini olishimiz kerak deyapti. Men aytyapmanki, hey, Hamis Sodiq, siz politologimsiz, qiling politologingizni. Nima qilasiz bu narsalarni biz? Endi faqatgina Hamid Sodiq o'sha so'zini aytmagan bo'lsa kerak, sizlarni eshitmaslikka deb ular aytgan, Hamid Sodiq aytgan bo'lishi mumkin. Siyosatshunoslik o'zining sohasidan kelib chiqib demokratiyani aytsa, misol uchun demokratiyada hammani so'zi qonun oldida bir va teng huquqlilik, ya'ni ayollar ham, sizlar ham gapirsalaring, sizlar ham saylov qatnashishga haqqlaring bor, gapirishga haqqlaring bor va sizlarga o'xshaganlar bo'lish kerak. Jasur qizlar bo'lish kerak degan ma'noda aytgan bo'lishi mumkin deb olsagan bo'ladi menimcha. Bu mening shaxsiy subyektiv fikrim. Nima qilasiz bu narsalarni biz xalqimizga tiqishtirib? O'zi qiyos mahal farqda yuribsiz. Cherkovni masjidga o'xshatib, rohibni imomga o'xshatib yuribsiz. Bir-biriga mutlaqo o'xshamaydigan narsalar. Men sizga mayli. Yo'q, men yana bitta savolim bo'ldi qilganimiz kerak. Foydasi yo'q, tushunmayapsiz. Tushunmaganingizni ham tan olmayapsiz. Haligi jahl murakkab degan narsa bor. Ulamolar aytgan jaholat turlarini aytishgan. Rojulun yadri va yadri annahu yadri fazaka alimun fattabi'uhu. Bir odam bor biladi. Shu bilan birga bilishligini ham biladi. Bu odamlar olim deyiladi. Ularga ergashish kerak degan. Ikkinchi toifa bor. Rojulun yadri la yadri va la yadri. Hozir meni bu misollar keltirdi. Men maylimi desam, o'sha meni mikrofonimni yopib tashladi. Meni mikrofonim yopiq bo'ldi, tugadi. Menga foydasi yo'qligini sezdi. Endi u o'zining shaxsiy subyektiv fikri. Qolganlar u gapga qo'shilishga majbur emas, lekin qolgan kim qo'shilsa bu narsaga, demakki u ko'rmuritlarda deb o'ylayman men shunaqa. Senga foydasi yo'q ekan deb o'ylashi, endi uning ham o'zining fikri bo'lishi mumkin. Shunaqa deb olaylik, mayli. Ko'rmurit emas. Ba'zi odamlar bor, o'zi biladi-yu, bilishligini bilmaydi. Jim turadi. Ba'zi odamlar bor, o'zi biladi-yu, bilishligini bilmaydi. Jim turadi ular. O'sha guruhdagilar, u indamay anaqa deb qarab, ha deb to'g'ri deb o'tiradiganlar. Uxlab qolgan odamlarga o'xshaydi. Kaklas misolni zo'r keltirdingiz-da, Abror hoji, Abror Muxtor Ali. Domla ustoz, o'sha bolalarning ustozi zo'r misol keltirdingiz. O'shanaqa indamaydi, nima desa, ha, to'g'ri, umringizdan baraka toping, Alloh sizni bundan-da ziyoda qilsin deb kim gapirsa ularga yoqadigan gapni to'g'ri noto'g'ri farqi yo'q. Uchinchi toifa bor. Rojulun la yadri va yadri annahu la yadri fadaka mustarshidun farshiduhu. Bir guruh odamlar bor, ular bilishmaydi. Lekin bilmasliklarini bilishadi ular. O'shancha quloq solib o'tirishadi. Qayerda to'g'ri bor ekan, qani men shu to'g'rini topsam ergashaman deb turishadi. Ular mustarshid, to'g'ri yo'lni qidirayotgan odamlar. Farshiduhu, to'g'ri yo'lda yo'llab qo'yinglar ularni. To'rtinchi toifa bor. Azamatbek va Azamatjon. Buni siz o'zingizga qo'yganda eshitingda bundan keyin borib sizga o'xshagan odamlarga aytiladi. Bu haqorat emas bu. Bor, jamiyatda shunaqa odamlar bor. Ular kim desa, rojulun la yadri va la yadri annahu la yadri. Fa zaka jahilun fajtanibu. Bir guruh bor, bilmaydi o'zi. Bilmasligini ustiga
johil odamlar. O'zi buni jahli murakkab deydi. Johil ham ikkili bo'ladi-da. Birinchi johil bilmasligini biladi. Men bilmayman deydi. Uni to'g'ri yo'lga solsa bo'ladi. Sizning maqomingiz murakkab johil bu. Qanaqa desa bilmaysiz. Falsafani tushunmayapsiz. Filologiyani tushunmayapsiz. Jumlani tushunmayapsiz. Gapni aylantirayotgan siz bo'lyapsiz. Nimaga aylantiryapsiz desa, aylantirganingizga menga tahlil keltirib beryapsiz. Men keltirsam gapni siz tushunmayapsiz, falsafani tushunmayapsiz, jumlani tushunmayapsiz deb. O'sha jumlani men o'ylaganchalik talqinda qaysi ma'noda aytdingizki, o'shani tushunib olish uchun savol beryapman sizga. Mana shunaqa emasmi? Nimaga unaqa deb savol bersam men tushunmagan bo'lamanmi o'sha? Xo'p, misol uchun mening tushunchamga to'g'ri kelmagani uchun ham savol berishim mumkin. Siz ahli ilm o'laroq siz mana shunaqa dedingiz, bu qanchalik to'g'ri? Men o'ylaymanki, o'sha siz o'ylaydigandek tushunmaydigan, bilmaydigan odam sifatida o'zimni o'ylasam, shunaqa deb odam deb hisoblasak, men shunaqa odamman-da. Lekin axloq, madaniyat yuzasidan kimnidir so'kishlik, kimnidir xoin deyishlik, dalil keltirmasdan turib, gap so'zlarga qarab, uning gaplaridan qarab, uning gapining tagidagi ma'nosi, asl ma'nosi nimaga qaratilganini bilmasdan turib, men uni bunaqaga chiqarib qo'yishligim unga nisbatan tuhmat bo'lib qolish emasmi bu degan savol bo'ladi-da. Menda o'shaning uchun men sizga savol beryapman, domla. Bu unaqa emasmi? Shu to'g'rimi yo noto'g'rimi deb savol beryapman. menga tahlil keltirib beryapsiz. Men keltirsam gapni aylantiryapsan deyapsiz. Buni johil murakkab deydi buni. Nima qilish kerak? Fajtanibuhu. Bulardan saqlanish kerak. Yana ham sizga maydon berdik, keling. Bulardan saqlanish kerak deyapti. Mendan qochganini misol keltirib ayta olaman. Bulardan saqlanish kerak. Ya'ni bularni o'zi maydon berdik, mikrofon berdik. Siz tushunmaysiz ekan baribir, bo'ldi. Sizlardan saqlanishimiz. Chunki qaltis savollar berdim. Gapiga qo'shilmagan gaplarimni, qo'shilganlarimni qo'shildim dedim. To'g'ri siz aytgan gaplarni ham men ta'kidladim. Shunda ham meni tushunmaganga shu johil odamga chiqarib qo'ydi. Menimcha bundan ortiq bo'lmaydi biz. Hozir bilan suhbatlashish shuncha. Madaniyat shuncha bilan, ha? Qaysi jumla, qaysi suhbat qilsangiz, qo'limizdan kelgancha chaynab yutib olsang bo'ldi deb gaplashyapman. Yo'q. Siz gapni tushunmayapsiz. Hech bitta gapga tushunmayapsiz. Lekin muammo tushunmaganingizni tan olmayapsiz. Men tushunyapman deyapsiz. Oldingi bir suhbatda ham shunaqa bo'ldi. SSR 1918-yilda deyapsiz. SSR Qo'qonga bostirib kelgan. SSR 1918-yilda deyapman. Men uni domla bilan suhbatlashmaganman o'zi aslida. Eshitib turar ekanda domladan pastdan turib. SSR bizga o'sha Qo'qonga bostirib kelganda 1918-yil dedim. Hukumatda o'sha SSRdagi hukumatdagilar bo'lgan o'sha paytda dedim. Ya'ni to'g'ri SSR deb nomlanmagan. SSR deb 22-yil dekabrda nomlangan bo'lsa, lekin o'sha SSR deb nomlanishiga sababchi bo'lgan hukumat boshidagilar 1917-yilda kelgan o'sha hukumatga desam, bular o'zlarinikini ma'qul qilyapti-da, qarang. Domla ham u gapga qo'shilyapti. Shu o'zining mavzusida gaplashsa bo'lmaydimi ekan, bilmayman bularga. SSR Qo'qonga bostirib kelgan deyapsiz. O'ziniki bo'lsa qanaqa bostirib keladi desa, yo'q deyapsiz. O'ziniki bo'lsa qanaqa bostirib keladi deyapti. O'ziniki emas-da, o'shanda Turkiston muxtoriyati deb e'lon qildi. Ana imperiya Rus ag'darilgandan keyin 5 ta mana Tojikiston, O'zbekiston bular hammasi 5 ta respublika o'zini Turkiston muxtoriyati deb e'lon qilgan. Men bilishim, o'qiganim, eshitganim bo'yicha. Ular bir 70 kunmi, 70 necha kun yashadi o'shanda. Ularga bo'ysunmay qo'yganda, muxtoriyat deb e'lon qilganda, ana keyin ular bostirib keldi. 1917-yil oktyabr inqilobi, noyabr boshlarida bo'lganmi, shunday bo'lgan. O'shanda Lenin kelgan-ku taxtga Lenin 1917-yil kelgan. O'sha Lenin SSR deb masalan 22-yil nom bergan bo'lsa, mening bilishim bo'yicha mo'jil adashayotgandirman. Bu necha yillar oldin o'tganmiz buni. Lenin kelmaganmi 17-yil? 22-yil shunday nom berilmaganmi? Hukumatdagilar o'sha bolsheviklar bo'lmaganmi? 1917-yil desam, hozir domla meni o'shanga misol keltiryapti. Men u bilan lekin Abdul Muhtarali bilan u haqda gaplashmaganman. Oxiri qidirib o'ylab topib keyin ha to'g'ri ekan deyapsiz. Meni maqsad bu yerda mikrofonimni o'chirib, bu saviyasiz, bu bilimsiz, sen bilmaydigan chiqarish bo'lyapti hozir. O'chirdingizmi mikrofonimni? Mailda meni gapirmang. Rost menda savolingiz bor, o'sha savolni bering. Men bilmasam aytaykin, yo buni bilmayman, men adashibman deyin, isbotlay olmasam.
Nima kerak bor mikrofonni o'chirib olib, bu bilmaydi, saviyasiz, tushunmaydi. Bunaqa odam bu johil, bundan uzoqroq yurish kerak, saqlanish kerak. Bular xoin, qanaqa guruh a'zosi. Shu mana shu 4 ta 5 ta videoda har kuni menimcha meni haqimda gapiryapsiz, lekin hammasida mana shunaqa tuhmat qilyapsiz-da siz menga. Bu da'voyi bo'lsa keling, men oldimga keling. Isbotingiz bo'lsa keling, so'rang mendan, siz shunaqamisiz deng. Ana keyin siz borib da'vo qiling. Hozir bu yerda juda katta menga nisbatan tuhmat bo'lyapti bu. Yana qaytaraman, bunga qonun doirasida qonuniy javoblar bor bunaqa tuhmatlarga. Ko'pni ichida auditoriyaga bunaqa deyishlik. Meni obro'yimga putur yetkazmoqchi bo'lyapsiz. Bunga qonun bor. Eng qizig'i, men bunga qiziqib ko'rsam, Abror Muxtor Ali aka, siz bu tuhmat moddalari bilan siz avvalam sudlangan ekansiz. Men bilishim bo'yicha. Mana shu qaysidir guruhlarga a'zo, qanaqadir tashkilotlardan pul oladi va O'zbekiston hukumatiga qarshi odamlarni ko'taradi degan ayblovni kimgadir tuhmat qilib qo'ygansiz qaysidir blogerga va u sizga ustingizdan yozganda siz bunga javob bergansiz. Siz sudlangansiz mana shu tuhmat orqali. Bu yana siz tuhmat qilishda davom etyapsiz. O'zimdan aytishim mumkin, yo'q bu tuhmat qilmadi, seni boringda aytdi yo deyishi mumkin-da bir ikkita o'ylaydiganlar. Tuhmat bo'lmasdan bu nima? Odamlar nimaga bir xillar bor? Men oddiy odamdirman. Bir buyuk bir ana siyosatshunos, siyosatchi, tarixchi, bir doktor odamlarga qarab shunaqa tuhmatlar bo'lib ketyapti. Hayronman, ular nimaga jim o'zlari biladi-yu. Menga nisbatan shunaqa tuhmat bo'lgani uchun men chiqib gapiryapman, chunki men qonundan hech narsa qila olmay uzoqdaman hozir. Endi rosa qo'yavermasa keyin bilmadim nima qilish kerak, hayronman. Shuning uchun siz ozgina qandaydir birovga haqida bunday yomon otliq qilib sha'nini, qadr qimmatini bulg'amoqchi bo'lib bunday gapirishdan oldin ozgina o'ylash kerak. Abror Muxtor Ali va uning maslakdoshlari, mana guruhdagi shogirdlari, ustoz deb biladiganlar sal o'ylab gapirish kerak. Keyin mikrofonni agar duxingiz yetmasa, mikrofonni o'chirib qo'yib men haqimda gapirmang. Aqlingiz yetmasa, mikrofonni yoqing. Sizlar saviyali odamsizlar, sizlar madaniyatli odamsizlar, sizlar o'qimishli ahli ilmsizlar. Ahli ilmlar hech bunaqa ishlar qilmaydi o'zi aslida. O'shaning uchun kirganda agar men haqimda gapirmoqchi bo'lsanglar, mikrofonimni ochinglar va menga savol beringlar. Shunaqamisiz siz? Shundaymisiz? Men yo'q, men unaqa emasman deb aytsam, o'shanda xolislik bo'ladi. Yo'q, yopib turib, bu shunaqa odam, bu shunaqa odam degan odam u tuhmat qilayotgan odam bo'ladi agar u dalil keltira olmasa, noxolis bunga baho bersa. Bu tuhmat bo'ladi. Bu ko'pni oldida bu sharmanda qilish bo'ladi. Va buning orqasidan menga nisbatan juda ko'p kommentariyalar kelyapti. Kirib kommentariyasiga o'qisam menga nisbatan juda ko'p yomon gaplar yozilgan. O'shani inobatga oladi qonunda bizda O'zbekistonimizda. Xudoga shukr, O'zbekistonimizda qonunlar ishlayapti hozir. Ayrim boyagiday bunaqa guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydiganday bo'lib turadi. Kamchiliklar katta shaharlarda. Buni inkor etishning iloji yo'q. Har bir davlatda, har bir joyda, eng buyuk Amerikada ham, eng buyuklarning buyugida ham muammolar bo'lib turadi. Chunki bizlar bandamiz, oddiy insonmiz. Hamma gunoh qiladi, hamma xato qiladi. Buni tan olamiz. Men buni tushunaman, buni bilaman. Modomiki sizlar o'ylagan odamman men. Aqlsiz, saviyasiz, tushunmaydigan, johil shunaqa odamman. Lekin sizlar shuni ham tushunishlaring kerak. Sizlarga ham bor. U din tomonidan ham sizlarning qilayotgan ishlaring noto'g'ri, menga tuhmat qilishlaring din tomonidan ham va qonuniy tomondan ham hozirgi zamonda yashayotgan qonun tarafida ham bu narsa noto'g'ri. Xullas, shunaqa gaplar cho'zilib ketdi videoyimiz ham. Hozir yana menga qarab mana shunaqa gaplar qilaversa, men yana chiqish qilaveraman. Chunki men ham qandaydir javob berishim kerak. Men ham odamman, men ham insonman. Nomusga tegadigan, meni davlatimizga, hukumatimizga qarshi qilib chiqaraversa, shunaqa deb gaplar aytib odamlar orasida meni shunday qilsa, men ham albatta yana izlanishda davom etaman. O'zi safsizlar degan narsalarni keltirib berdim, aslida kim safsatachiligini. Hozir eng qiziq ma'lumotlarga kelib qolaman-da, bir xil payti bilmayman. Men o'zim izlamayman bu narsani, kelib qoldi. O'shani olib qo'yib berayda. Zo'r
yaxshi narsalar bor edi. Eshitib qolib o'zim og'zim ochilib qoldi hozir. Men video bir shortga ko'rdim, tushib qoldim, men hayron qoldim. Endi bu yerda kimning gaplariga to'g'ri kelmaydi, kimning gapi kimga to'g'ri kelmaydi. O'shanga men bitta narsa qo'yib beraman, shu Abror Muxtor Aliyev haqida o'zlaring javob beraverasizlar. Buni men olmaganman, menga chiqib keldi, yana menga nima qo'yatmanglar. Hazrat haqida gapirgan ekan. Hazrat Rahimahullohni obrazlantirish, u kishini maydondan chiqarib olish, O'zbekistondan quvg'inga olish, suiqasdlar, har turli baro musibatlarni u kishiga qarshi qaratish bo'lgan. Da'vo qonuni joriy etish. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga hech qanaqangi suiqasd qilinmagan. Chaqirib, ular ishni hal qiladigan, qonuni joriy etib, jahriy aytib qo'ysa bo'ldi. Katta ish qildi endi. Buyog'i xohlagan o'yinga o'ynasa bo'ladigan odamlarni oldiga surishdi. Hazrat Rahimahullohga O'zbekistonda tor qilishdi bir odamlar. Hijrat qilishga majbur qilishdi, suiqasdlar qilishdi. Hazrat Muftiyni olib tashlaymiz deganlarning guruhidan bo'lganlar. 9 marta suiqasd uyushtirilgan Hazratga. Hojona aytdi, 12 marta suiqasd Hazratga. O'sha Alloh rahmat qilsin. Hazratga. Keyin mana shu men musulmonman deganlar degan. Hazrat Rahimahullohni O'zbekistonda yashashga imkonlari qolmadi. Suiqasdlar 9 marta suiqasd men bilganim. Endi bular shunga gapirishib. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga hech qanaqangi suiqasd qilinmagan. Shu suiqasd qilingan. Evet, nima deyishga ham hayronman. Mana shu gaplar birodarlar Kimga ishonishni bilmaysiz. Kimga emas, qaysi gapiga ishonishni bilmaysiz. Bir soat vaqt. Men qiyomatgacha vaqt unda. Siz dunyodan o'tib ketguningizcha vaqt. Sizga muhlat. Meni zulmga shukr qilish kerak. Tepadagilar zulm qilyapti-yu, mayli sabr qilib turaveringlar. Mana shu zulmga sabr qilib turaveringlar degan ochiqdan ochiq yoki shu ma'noga ifoda qiladigan bir dona jumlamni keltirib bering. Domlalardagi jumlangiz juda ko'p. Keltiring. Bir dona. Aytdi, yo'q. Ana bularda. Yo'q, ayting-ku. Boshqa ma'noda gapirib. Juda ko'p ekan, bir dona keltiring. Zulmga qo'shilmaymiz, zulmga qarshimiz. Lekin zulmga qarshi qurol ko'tarish o'rniga kelib qoladigan paytida ahli sunna va jamoa haykaliga to'xtaydi. Nimaga sen butun boshli ummat nomidan qurol ko'taryapsan? Kimsan sen deydi. O'tir deydi. Zolim-ku, zolimga sabr qildi. O'tir deydi. Zolim-ku, zolimga sabr qildi. Zulmiga qo'shilin deydi. To'g'rimi? Qancha zulmga boshdan o'tkazdik? Yosh kattalardan so'rang, qanaqa zulmlarni boshdan o'tkazib bo'linglar? Nima bilan yengdik? Sabr bilan yengdik. Nima bilan yengdik? Sabr bilan yengdik. Nima bilan yengdik? Sabr bilan yengdik. Nimaga yolg'on gapiraman? Maqsadimizga shu demokratiya olib boradi demaganmisiz? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Demokratiya bir araç, ya'ni bu bizni maqsadimizga olib boradigan eng ma'qul yo'llardan bittasi. Oldin tuhmatchiligingizni to'g'rilab oling. Qayerda men aytdim demokratman deb. Bizga shu demokratiya maqsadimizga olib boradi deb qatta aytdimmi? Demokratiya maqsadimizga olib boradi deb qatta aytdimmi? Qatta aytdimmi? Demokratiya bir araç, ya'ni bu bizni maqsadimizga olib boradigan eng ma'qul yo'llardan bittasi. Короче, shunaqa gaplar. Men shu videoga kecha ko'zim tushib qoldi-da. Hayron qoldim, bu yerda domlaga bo'lgan dushmanlar ham bor bo'lsa kerak-da shunaqa videolar qiladigan deb qoldim. Xullas shunaqa gaplar. Domla Abror Muxtor Aliyev, men haqimda bunaqa ayblovlar hadeb tuhmat qilavermang. Dalilingiz bo'lsa iltimos dalil keltiring. Bu o'ta kuchli, juda og'ir bu sizni qilayotgan da'voyingiz, tuhmatingiz. Agar da'vo bo'lsa, bunga dalil keltirishingiz kerak bu holada. Tuhmat bo'lsa, bunga ham o'zining javobgarliklari bor. Siz shariy tarafdan ham, qonun, o'zimizning O'zbekiston qonun tarafidan ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Qaysi moddaligini ham yaxshi bilasiz. O'zingiz bu bilan javobgarlikka tortilgansiz. Endi ma'lumotlarga qaraganda endi izlanadi-da buni. Odamlar hozir shunaqa bo'lish kerak edi. Men aqlsiz bo'lganim bilan izlanaman, ko'raman. Ha, bu qanday bo'lgan, nima bo'lgan, bu kim? Nima bo'yicha nimaga unaqa deyapti? Shuning uchun qolganlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zeriktirgan bo'lsam sizlarga uzr so'rayman. Men hech qanaqa blogerlikdan meni nimam yo'q, manfaatim yo'q. Men bloger emasman. Men podpisчигam yig'ishni xohlaganim yo'q. Endi bo'lsa yomon emas.
o'zim xursandchiligim uchun, o'zimni kayfiyatim uchun qo'yib yuraman yo'llardan, u yoqdan bu yoqdan. Hozir domlaga bu maqsad nimaga keldik bu yerga? Men aslida domlaga o'sha sizni shunaqa haqorat qilishingiz to'g'rimi, noto'g'rimi? O'zi qanchalik bu to'g'ri degan savolni sizni shogirdlaringizga berdim va o'sha yerda rezonans bo'lib ketib, kelishmovchilik bo'lib, men gapira olmay qolganimda meni har xil va o'tgan videoda aytib o'tdim, har xil nomusga, origa, yigit kishining g'ururiga tegadigan gaplardan bo'ldi. O'shaning uchun men kelib nima qildim, siz bilan suhbatlashdim va siz bilan meni ilmiy suhbat qurish niyatim ham yo'q edi. Hech qanaqa ilmiy suhbat quraman demaganman va biz ilmiy suhbat qurmadik ham. Shunday ekan, qolganlar ham eshitganlarga, shu yergacha eshitganlarga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Albatta, fikrlarni shaxsiyatga tegmasdan, oilasiga teginmasdan birovning nimaga yozib ketinglar kommentariyaga. Sog' bo'linglar.